28 aprel 2025-yil. Xudo xolasa yana kelamiz. Qaytib ko'rishish sharti bilan, Alloh nasib qilsa qadarimizga bo'lsa yana kelish, qaytib ko'rish sharti bilan Baytulloh bilan xayrlashamiz. Ehromim yo'q uchun kirolmadim ichkariga. Onasi kirib ketdi. Bismillah. Alloh ya Robbi yaratgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh yana baytingni ko'rishni, uni tavof qilishni, Hajarul Aswadga bosh tutishni, uni o'pishni, sani haqqingga hamdlar aytishni, payg'ambarimga salovatlar aytishni, ya Robbi yaratgan ekan, yaqinlarim bilan qayta kelishimni nasib ayla. Alloh seni yaxshi ko'raman. Xudoyim Alloh, ya Robbi yaratgan ekan, qayta kelishimni nasib ayla. Aqlim bilan bu yerga oldin ham kelganmiz, yana keldik, takror va takror yana kelish sendan so'raymiz. Necha marta kelgan bo'lsak va shu yerga kelib qancha duolar qilgan bo'lsak, afzallarga erishtir. So'raganlarimizdan da afzallarga erishtir. Allohim xayrlisini ber so'raganlarimiz. Ya Robbi yaratgan ekan, yana kelishimni nasib ayla. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. الله أكبر. Yana kelamiz, Xudo xolasa inshaalloh.